onasini endi ana shunaqa maskalarni bir tillik foydasi yo'q-u, lekin sotib olganim uchun ishlatyapman. Videoni boshlab onasini emsin dedim, nanam ana shu gapimni yomon ko'radi. No, bu yomon gap emas, men nazarimda, chunki onani sut berish haqida gap ketyapti-da, qisqasi. Shu tamom. Ana shu maskani sotib olganimga ancha bo'ldi. Bugun boshimni yuvgandim. Bu mana quriyapti sochchalarim. Ana endi shu maskani qittigina qilib sizlar bilan g'iybat qilaylik, g'iybat. Namoshomlikka uxlab qolman, shunday boshim og'riyapti. To'g'ri chiqarimdan keyin ana endi kam og'rig'i qoldi. Va itak dalshi mana boshimni og'rig'iga sabab bo'ladigan qiliqlar ham ba'zi bir nima deydi uni, yosh katta bo'lsa ham qilig'i deydizki, tanishlarim ham bor. O'shani xuddi men qatorida aytadi. Men uni bachasi qatori bo'lsam ham shunaqasi ham bor. Ana shu maskani qilishni nima uchun yomon ko'raman aytaymi? Foydasi bor. Yo'q emas, foydasi bor. Qilib ko'rgan bo'lsangizlar kommentga yozib ketinglar. Lekin yuzlaringizga qo'yganlaringizdan keyin birinchidan arvoh qo'yib qo'yasizlar, ikkinchidan keyin buni 15 minutdan keyin oft tashlash kerak, uchinchidan mana bu suv ko'p-ku, shoqqob va polqob ana bu bo'yinlaringizdan o'qib ketadi. Mana ichkarilargacha o'qib ketadi, yoqmaydi. Qaranglar. Atak chotki. Qiziq joyini aytaymi? Men buni sotib olayotgan paytda yuziga anaqa har xil konfetkalar rasmi bor-ku, odatda nimadan olingani qo'yilishi kerak? Bodringmi, aloymi, limonmi, pomidormi? Men aytdim, konfetdan olinganmi desam, yo'q, prosta konfetni unaqa deydi. Nima deydi? Muhitni yaratib beradi, ili yoqimli demoqchi deydi. Shunaqa ham bo'lar ekanmi? Maskani nimasi yoqimli bo'lsa, yuzga ortiqcha narsa aytib turadi. Tezroq foydasini ko'raylik, olib tashlaylik, всё. Boshlaylik so'rayman. Qanday bugun kiprikchalarimni yangidan ektirib kelib turaman. Tirnoqchalarimni qaraylik. Bir martalik maska bo'lgani uchun bir martada hammasini qilib olish kerak. Qo'lchalarimizga ham qilaylik, qo'lchalarimizga. Shu kun bitta beauty blogerning Koreyada ishlayotgan videosini ko'rib qoldim. Короче, inson yuziga nima qilsa, bo'yniga va qo'liga ham o'sha narsani qilishi kerak ekan. Men bo'yinga ham qilish kerakligini bilardim, lekin qo'lga ham qilish kerakligini endi bilib oldim. O'sha uchun qo'limga ham qilaman, rostdan lekin qo'lim harakatlanayotganda ko'p ko'rinadi-ku. Yoshroq, chiroyliroq bo'lib tursa yaxshi-da, по-моему. Suvni qaranglar, ana sherlarim, mana sherlarimgacha bo'lib ketdi, yana bor. Sizlar bilan mana shunaqangi tungi uxochar qildik. Mana shunaqangi foydasi umuman bo'lmaydigan maskalardan qo'yishda davom etamiz baribir qizlar, chunki biz bunaqa narsalarni yaxshi ko'ramiz.